tong yotmagay, kun o'tmagay, ko'zlaringni ko'rmasam, shomda quyosh ham botmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Yuragim sen deb so'zlar, vadoyim sen deb bo'zlar, menga ne kerak ko'zlar, ko'zlaringni ko'rmasam. Tong yotmagay, kun o'tmagay, ko'zlaringni ko'rmasam, shomda quyosh ham botmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Mani onamlarning toblari yo'q. Davolatmasam bo'lmaydi. Bitta shu tirikchiligim mashina. Uni sotay desam, tirikchilik qolib ketadi. Qayerdan pul topsam-ekin deb siqilib ketdim. O'shaning uchun sizni ko'rgani keldim. Sizni ko'rsam kayfiyatim ko'tariladi. Bo'ldi, siqilmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Hali onajoningiz ko'rmagandek bo'lib ketadilar. Hali ko'rasiz. Rahmat. Lekin katta pul kerak-da. Buncha pulni qayerdan topishga boshim qotyapti. Mana yaqinda qaynukam chet eldan pul olib kelgandi. Shulardan bir so'rab ko'raman. Agar bersalar, berib turaman. Onajoningizni davolatishga ishlatib turasiz. Yo'q, men sizdan pul ola olmayman. Yo'q, rahmat. Keling, men avval so'rab ko'ring. Bo'lsa berib turaman, xo'p? Xijolat bo'lmang. Mayli, rahmat shu gapingiz uchun ham. Abba, buni hammasini bittada yig'ib beradi menga. Ish ko'paytirib. Bitta bersa nima qilar ekan? Hozir endi shuncha narsaga qo'l qo'yish kerak. Ruchkalar ham o'z joyida turmaydi. Gavharxonning o'zlari-yu, yigitini ham rasmini tashab ketibdi. Yaxshi ham vaqtida oyisiga yetgan ekanman. Yaxshi, ishdan bo'shab ketgan yaxshi bo'ldi. Laylo, bu yerdamiding? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
boya telefon qiluvding, ishda edim, gaplasha olmadim. Kimga pul kerak ekan? Sinimga kerak edi. Mashina olishayotgan ekan. Necha pul kerak ekan? 3000. Menda pul yo'q, bilasan-ku. Shuhratdan so'rab ko'raman, agar bersa beraman. Xo'p, rahmat. Shuhrat, bezovta qilmadimmi? Uxlamoqchi emasmiding? Yo'q, aka. Keling. O'zingiz nega uxlamayapsiz? Keningni sinisiga pul kerak ekan ozgina. Mashina olayotgan ekan. Aha. Yetmayotgan ekan. Qanaqa so'rash bilmasdan. Pul berish kerakmi? Ha, puling bo'lsa, Aka, necha pul berish kerak? 3000 kerak ekan. Aytmaysizmi, pulim bo'lsa, aka? Aka-ukani orasida saniki meniki bor ekanmi? 3000 mi? 3000. Mana aka. 3000. Rahmat ukam. Bexijolat so'rayvering Rahmat aka. Xo'p. Allo. Ikrom aka qayerdasiz? Ko'chada edim. Men sizga pul topgandim. Men pul so'ramadim-ku. Onajoningizni davolatishga ishlatasiz. Ha, yo'q, xijolat qilmang. Men ko'chani boshida bo'lib turaman, xo'p? Kelib olib keting. Xo'p, boraman hozir. Xo'p. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Mana siz so'ragan pul. Lekin meni juda xijolatga qo'yibosdi. Olavering. Onajoningizlar yaxshi bo'lib ketsalar bo'ldi. Rahmat sizga. Tez kunda, yaxshi kunlaringizda qaytaraman. Xo'p. Onamlar ham duo qiladilar sizni. To'g'risi, juda ham xursand qildingiz. Bilasiz, meni onamdan boshqa hech kimim yo'q. Akam chet elda. Juda katta yaxshilik qildingiz. Buni hech qachon unutmayman. Arzimaydi. Onangiz yaxshi bo'lib ketsalar, men xursand bo'laman. Mayli, men uyga kiray. Uydagilar xavotir olishmasin. Men o'zim kuzatib qo'yay sizni. Yo'q, ovora bo'lmang. Xo'p. Xo'p. Mayli, rahmat sizga. Sog' bo'ling. Aziza, kela qoling. Voy, Osh pishirdingizmi? Ha, osh qildim. Voy, qo'llaringiz dard ko'rmasin. Juda ham qornim ochdi. Aha, mana sizga qoshiq. Anchadan beri uy oshini sog'inuvdim. Osh bo'lsin. Dunyo kelmadimi hali? Kep qolsa kerak, ozgina kech qolaman degandi. Hozir kep qoladi, oling. Ishlari ko'ptirdi. Gaplashmoqchi edim. Nimaga, tinchlikmi? Shuncha turdim, shunga uy olib chiqib ketay demoqchi edim. Nimaga unaqa deysiz? Birga yaxshi yashayapmiz-ku. To'g'ri, lekin sizlarni ham rosa behalovat qildim. Yo'q, unaqa emas. Xijolat bo'lmang, hammasi joyida. Assalomu alaykum. Voy, va alaykum assalom Yulduz ke. Salom, keling. Eshik ochiq ekan, kirib keldim. Keling. Keling. Yo'q, men ketaman. Men sizga pul tayyorlab qo'ydim. Mana. Rahmat, Feruza opa. Ovqat yeng, ovqat ustiga keldingiz. Yaxshiyamsiz bor ekansiz. Unaqa demang, xijolat bo'lmang. Sizdan ham qarz bo'lib ketdim. Opa-singillarning orasida qarz bo'lmaydi. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Rahmat. Qani osh yeb ketasiz? Keling, o'tiring. Keling. Mana sizga qoshiq. Oling. Oling, osh bo'lsin. Olinglar qizlar. Qaynonangiz rosa yaxshi ko'rar ekanlar sizni. Rosa yaxshi ko'radilar. Rosa yaxshi ko'radigan qaynonalar bor. Mana o'zim seni turmushga uzataman, xudo xolasa. Olinglar, ovqatdan oling.
Allo. Labbay. Assalomu alaykum oyijon. Voy, Nargiza, Yaxshimisiz? uydamasmisiz? Yo'q, uydaman. Kimni telefondan qilyapsiz? Ukam yangi telefon olib kelgandi. Voy, baraka topsin. Qayningizga aytdim, kelinga telefon olib bergan deb. Olib bermadimi? Yo'q, ukam olib kelib berdi. O'shanga sizga ham yangi nomerimni aytib qo'y deb telefon qilgandim. Ha, yaxshi qilibsiz. Yaxshimisiz? Ha, yaxshiman. Rahmat. Adeli qiynamayaptimi ish qilib? Yo'q. Hammasi joyida, yaxshi. Bolalardan xabar oldinglarmi? Ha, xabar oldik. Hammaligi yaxshi. Faqat Laylo orqamdan ergashdi. Men ham borib qolaman, bolam. Oyjon, sizni rosa sog'indim. O'rningiz juda ham bilamatdi. Men ham dam olib charchadim, bolam. Ketaman desam, qayningiz katta pulga olganman, oyi, endi dam olingda deb qo'ymayapti. Ha. Uyga sog'indim, sizlarni sog'indim, bolam. Keyingi hafta borib qolaman. Bo'ldi oyijon, biz ham sizni sog'inganmiz. Esalomon keling. Xo'p. Yaxshi o'tiringlar. Xo'p. Hammaga salom ayting. Xo'p, yana xabarlashamiz. Yaxshi o'tiring oyijon. Bo'pti, bolam. Xo'p. Nodira, onamlarga o'zing yaxshilab qaragin. Bilaman, seni ham yaxshilab qaraydi, lekin sen undan ancha yaxshi qaraysan. Xo'p, bo'ladi. Men senga ishonaman. Sizga sovg'am bor. Qanaqa sovg'a? Bu sizga. Nima bu? Ochib ko'ring. Tushunmadim. Yaqinda ota bo'lasiz. Yo'q, rostdan aytayotsanmi? Assalomu alaykum, Sherzod aka, yaxshimisiz? Tuzuk bo'lib qoldingizmi? Assalomu alaykum. Men bora qolay, Doron aka. Xayr, sog' bo'linglar. Hammasi yaxshimi? Ota bo'lar ekanman. Ha? Tabriklayman. Yetkazganiga shukr. Eson-omon qutulib oling. Rahmat. Allo. Yulduz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bobayning mazasi bo'lmayapti. Issiqlari 40 dan tushmayapti. Voy, opajon, 1 soat qarab turinglar, men ilojini qilib yetib boraman. Dori berib turing. Xo'p, men hozir javob so'rayman. Xo'p. Mayli. Doron aka, Sherzod akam sizga tashab ketyapman. Qarab turarsiz, Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Davronjon. Ey Davronjon. Ha, aka. Ha, xayol surib qoldingiz. Komila chaqaloqlarni ham uncha yoqtirmasdi. Ne unaqa qaravoz? Yo'q, o'zim. Yaqinroq kelib oling. Komi, nechta farzandimiz bo'ladi? 2 ta. Yo, bitta. Bitta? Namuncha kam? Endi ko'p farzandli bo'lish ham oson emas. Ko'chada yura olmayman, dam ola olmayman maza qilib, o'zimga qara olmayman. Farzand bu baxt-ku. To'g'ri, lekin bitta farzand ham baxt-ku. Shunaqa degan? Lekin sevgi ko'zimni shunchalar qo'rqib qo'ygan ekan. Uning yomon odatlari ham chiroyli ko'rinardi. Hech kimning gapiga quloq solmasdim. Hammasi yaxshiligi ukam. Hozir qarang qanaqa baxtlisiz. Sizga havas qildim ukam. Rahmat. Ketamizmi? Ketdik aka. Ketdik. Sovg'ani oling. Allo. Layloxon. Assalomu alaykum. Bezovta qilmadimmi? Yo'q, bezovta qilmadingiz. Menga katta yordam berdingiz. Onam ancha yaxshi bo'lib qoldilar. Rahmat sizga. Nega rahmat deysiz?
ilohim tezroq tuzalib ketsinlar. Haligi sizga bir iltimos bor edi. 10 daqiqaga chiqing. Voy, hozir chiqolmayman-ku hozir. Mahalla isama, chiqing 10 daqiqaga. Voy, mahallamga kelmang. Orqa mahallaga keling, chiqaman. Chiqishga harakat qilaman. Maylimi? Mayli, kutaman. Xo'p. Bobojon, yaxshimisiz? Rahmat bolam. Rahmat. Voy, nimaga ovqat qilasiz? Etdim qo'y, zarari yo'q. Qo'y, vaqtim bor-ku. Qo'ying, o'zim qilaman. Ra'no xolam telefon qildilar. Qon bosimingiz oshib ketganini aytdilar. Nimaga o'zingiz aytmaysiz shuni? Qo'y, endi bu har kunlik voqea. Men qara bolam. Endi qarigandan keyin odam qarigandan keyin bir kun davleniya bo'ladi, bir kun boshi og'riydi, qorni og'riydi, shu-da endi. Baribir o'zingizga qarashingiz kerak. Hovli issiq kun, issiq nimaga yana hovliga chiqib oldingiz? Men ham zerikdim-da. Qattiqroq bos, ha? Zerikdim, shunga chiqdim hozir. Siz o'zingizga qaramasangiz bo'lmaydi. Qarab turman, Xudoga shukr. Ha. Qani? Mana qon bosimingiz yana oshibdi. Mayli, zarari yo'q. Hozir dori ichaman, o'tib ketadi. Men o'zim ukol qilib qo'yaman. Yo'q, kerak emas, ukol ham kerak emas. Dori ichaman bo'ladi. Zarari yo'q. Dori bilan o'tib ketmaydi. O'tadi. Qo'yaver bolam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, keling. Mumkinmi? Kim kerak? Kenayi. Men Malikaman. Qaynasingizman, Malika. Malikaxon, keling. Yaxshimisiz? Katta bo'lib ketganingizni qarang. Voy, men o'zim asalim. Kenayi. Voy, Malika xonim meni. Voy, turishimizni qarang. Keling, o'tiring. Chiroyli qiz bo'lib ketganingizni qarang. Voy, nima qilib o'tiribsan? Tur choy olib kel. Xo'p, bo'ladi. 18 ga to'ldingiz-a, Malikaxon? Voy, oxirgi marta sizni ko'rganimda 13 yosh edingiz. Vaqt o'tishini qarang. Uydagilar yaxshimi? O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Oyjon yaxshimilar? Do'rajon yaxshi yuribdimi? O'zingiz turmushga chiqdingizmi? Nima qilib yuribsiz bu yerlarda? Toshkentga kelganingizni eshitib, oyim yubordilar. Kenaying kelibdi. Bay fermasiga borib, kenayingni top. Uyga olib ketdilar. Oyimning mazalari yo'q, kenayi. Yotib qolganlar. Sizni ko'p eslaylar. Feruzaxonni ko'p xafa qildim. Dilini og'ritdim. Shularning jazosini Xudo beryapti. Unaqa demang, Malikaxon. Oyjon tuzalib ketadilar. Kenayi, yo'q demasangiz bizanikiga boring. Ahvollari og'ir oyimni. Oqqon bo'lganlar. Davolanishga ko'nmayaptilar. Yig'lamang, Malika. Nimaga yig'laysiz? Hozirroq boramiz, birga boramiz. Hozir shoshmay turing. Men shunday ishlarimni shunda qilib olay. Rahmat, kenayi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, xush kelibsiz. Keling, o'tiring. Yaxshimisiz? Nima xizmat? Men siz oldingizga uy kerak edi. Ijaraga shu masalada keldim. Tushunarli. Qaysi rayon? Qayerdan? Bir xonami, ikki xonami? Qaysi joydan? Bilasizmi? Pulim kamroq, shunga arzonroq. Tushunarli. Kichkina, shinamgina uy bo'lsa bo'ldi. Sharoiti yaxshi bo'lsa bo'ldi. Bir xonami, ikki xonami. Arzon uylarim ham bor. Bir xonali, ikki xonali, o'ziga qarab, sharoitingizga qarab, aytgan joyingizdan topib berishga harakat qilamiz. 150 dan boshlanadi. Qani rasmlarini ko'rsatib bor. Qani bitta ko'rib chiqing. Mana ko'ring chiqqani, bir ko'ring.
Yana uylar bor. Mana. Hovlilar ham bor. Agar xohlasangiz, bularni ham ko'rib chiqishingiz mumkin. Rasmlarimni Bular ko'ring, qimmat yoqqanini emasmi? aytsangiz gaplashamiz. Menga shu arzonroq Qarang. bo'lsa ham bo'ladi. Mana bunisini ko'ring, mana bunisini. Shunisini ko'ring-chi. Bo'ladi. Mana shu uy ko'rmoqchimisiz? Shuni ko'rmoqchiman. Bo'ladi. Bu qayerda? Chilonzor 20-kvartal. Unda men shu uyni ko'rsam bo'ladimi? Menga yoqdi. Bo'ladi. $100 kvartirani ko'rib, egasini chaqiramiz. Qaysi biri yoqqan bo'lsa, telefon qilamiz. Keyin borib ko'rib, yana siz bilan gaplashamiz. Menga ma'qul. Raqamingizni bera olasizmi? Vizitkamni beraman. Mana. Mana shu raqamga qilsam sizga tushaman. Ha, shu raqamga qilasiz. Mayli, rahmat, yaxshi ishlanglar. Mayli, xayr, yaxshi deb oling. Mayli. Xo'p, yaxshi boring. Keling, Kenaya, keling. Oyi, Kenayim keldilar. Oyi. Feruza Kenayim. Kenaya. Kelur. Assalomu alaykum. Keldim qizim. Keldim oyijon, keldim. Kelmaysan deb qo'rquvdim. O'zgarib ketibsan qizim. Feruza. Necha kunligim qoldi bilmayman. Unaqa demang oyijon. Sendan kechirim so'rashga ulguramanmi, yo'qmi deb qo'rqqan edim. Meni kechir qizim. Seni ko'p xo'rladim. Ko'p azob berdim. Seni baxtsiz qildim. Unaqa demang oyijon, men hammasini esimdan chiqarganman. Yo'q. Boshingga ne kunlarni soldim. Seni baxtsiz qildim. Seni azobladim. Xo'rladim. Lekin sen indamading. Oyijon, hammasi yaxshi. Yomon kunlarni eslamay, men esimdan chiqarganman. Hammasini esimdan chiqarganman. Turmushga chiqdingmi? Yo'q. Kenaya. Oyim kasalxonaga borishga ko'nmayaptilar. Kimyoterapiya olishlari kerak. Bu yoqda akam kasalxonada. Bu yoqda oyim kasallar. Ko'nmayaptilar. Ertaga o'zim olib boraman, oyijon. Kerak emas qizim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oyijon, choy ichasizmi? Bir piyola. Keling. Chanqab ketdim. Bering, o'zim beraman. Rahmat, xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'ling. Rahmat. Bu ham boyni qizi bo'lsa kerak-da. Bo'lmasa bu uyga kelin bo'la olmasdi. Yoki qaynonamning aqli kirgan. Cho'loq qizni kelin qilibdi. Davronni xotini. Baxtli bo'lishsin.
alo adasi klubnik olib kelasizmi menga ha ho'p voy oyijon voy voy Feruza voy Feruza